Rossiyaga borsangiz ham, agar kamera o'rnatishni bilsangiz, DV uстановка qilishni bilsangiz, hattoki ruscha bilmasangiz ham sizni mashishga oladi. Да ты чё, Yuldash deydi, ke deydi, davay deydi, тебе deydi, хорошая работа dam deydi. Ke deydi, men senga ham beraman. Qanaqa ko'rchi deydi, tiqildirib ko'radi, qis qilib bera olsangiz, молодец deydi, anta Ivanga deydi, bitta qilib berganiga $100 berotgandim. Men senga $50 beraman, rozimisan deydi. Xo'p, to'g'ri. Oyiga $1,5 kim beradi? Rossiyada, to'g'rimi? Shunaqa Rossiyada ish bormi, oyiga $1,5 topadigan? Mana zo'r ish. Ozgina ishlaganingizdan keyin siz ham aytasiz. Andrey aka deysiz, uzr endi men endi $50 ga ishlamayman. Nimaga siz Ivanga 100 beryapsiz, menga 50 beryapsiz, menga ham 70 bering xatyabi deydi. Oyligi o'sha 1,5 mingdan 2100 ga chiqdi. Yana o'zingiz ustida ishlaysiz, rus tilini o'rganib oldingizmi? O'zi Andrey ham yetishmayapti o'tdi o'zi, Ivan ham o'zi yetishmayapti o'zi Rossiyada, unaqa mutaxassis, qimmat bo'lsa ham. Keyin aytasiz, mana men o'rus bo'ldim, men ruscha bilaman, men sohamni zo'r bilaman, $100 dan kamiga ishlamayman deysiz. Oyiga qarab sizga $3,000 pul topasiz. Rossiyaga kamera tuzatuvchi bo'lib ishga keting. Konditsioner tuzatuvchi bo'lib ishga keting. Xolodilnik tuzatuvchi bo'lib Rossiyaga ishga boring. Mardikor bo'lib bormang.